Otam milliarder edi. Bir kuni u kutilmaganda yurak xurujidan vafot etdi. Meros taqsimlanadigan kuni foydasiz akam 10 milliardni oldi. Onam esa barcha uy-joylar, aksiyalar va hatto shaxsiy samolyotga ega bo'ldi. Qolgan pulning barchasi xayriya jamg'armalariga o'tkazildi. Men otamning eng sevimli qizi edim. Ammo menga faqat sariq rangli kichik bir paket berildi. Advokat javob uning ichida ekanini aytdi. Men uni ochdim. Ichidan bitta fleshka va kalit chiqdi. Kompyuter ekranida otam oldindan yozib qoldirgan video paydo bo'ldi. U menga uzoq noma'lum bir joyning koordinatalarini berdi va buni hech kimga aytmasligimni so'radi. U yerda nimadir yashiringanini topishimni xohladi. Men yolg'iz holda tok ortiga yo'l oldim. Koordinatalarni tekshirgach, tokilgan barglar ostida yashiringan temir eshikni topdim. Kalit bilan ochib, ehtiyotkorlik bilan ichkariga kirdim. Ichkarisi qop-qorong'i edi. Burchakda bir qariyani ko'rdim. U tirikmi yoki yo'qmi, bilmasdim. Yaqinlashib tekshirmoqchi bo'ldim. Shu payt yuragimni sovuq qo'rquv bosdi. Ortimga qaramay yugurib chiqib ketdim. Politsiyani chaqirish haqida o'yladim. Lekin otam sir saqlashimni aytgandi. Shuning uchun bu fikrdan voz kechdim. Akam nimadir noto'g'ri ekanini sezdi. Meros adolatsiz bo'ldi deb o'ylayapsanmi deb so'radi. Hatto menga 1 milliard taklif qildi. Men rad etdim. Otamning buning uchun o'z sababi borligini bilardim. O'sha kechasi men yana yer osti xonasiga qaytdim. Ammo qariya meni juda yaxshi tanigandek edi. U bolalikdagi odatlarimni aytib bera oldi. Hatto otam vafot etganini ham bilardi. Men undan kimligini va nima sababdan bu yerga qamab qo'yilganini so'radim.